Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli dehqonlarimiz. Bugun 2026-yil 10-may holatiga ko'ra biz Taxis kompaniyasini Carolina F1 gibrid urug'i ekilgan bu polyaga общий nimamiz, parnikimiz qancha joyga ekilgan? 20 sotik qoldi. 20 sotik edi, Carolina. Carolina. Buni qachon ekkansiz, Carolinani? Noyabrda boshlariga ekkanmiz-da. Noyabrda boshiga ekilgan. Bu parnik kechga Ha, qolib bu ketdi. kechikdi. Mana salqin tushdi, soya tushdi. Bular davni tugatib oldik-ku. Mana shunday holatda. Bu sabzi ko'p dehqonlarimiz so'rashadi. Carolina haqidagi holati, mana kattaligi, sabzimizning rangi. Sizga buni Tangrina Prominensga nisbatan yoqqan tarafi qanaqa bo'ldi? Qisqacha gapirib o'tsangiz. Dehqonlarimizga yaxshi. Buni keyin nima tonnasi zo'r berar ekan-da. Tonna zo'r beradi. Keyin kalibri katta, chiroyli bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sabzi. Ha, kalibri katta, chiroyli bo'ladi. Keyin tonnani zo'r beradi. Keyin suvga ham zo'r chidamli ekan-da. Yorilib ketavermaydi. Mana Prominenslar bor-ku. Prominensga misol chanqatib suv berasiz-ku. Suv bersangiz yorilib ketadi-da. Bir kunda yorilib ketadi. 80% yorilib ketadi. Bunda yo'q unaqa narsa. Qiziq. Yana bir ma'lumot aytib o'tamiz. Bu sabzilarimizni ob-havoga chidamliligi, boyagi stressga tushish jihatlarini gapirib o'tamiz. Sabzilari muhit tanlaydi-da. Misolga hozir biz Samarqand viloyati Tayloq tumani Zarafshon mahallasi Yangi qishloq. Zarafshon mahallasi Yangi qishloq nimasiga turibmiz. Joylashuvimiz shu joylashuv. Bu joylashuvimizga Prominens ham ekilgan, nima ham Tangrina ham ekilgan. O'tgan yil Tangrina ekildi. O'tgan yil ochiq Tangrina ekildi. Ochiq dalaga ekdingiz. Zo'r bo'ldi. Buni bir ikkita ma'lumoti, buni vegetatsiya davri o'tib ketsa, vaqt soati o'tib ketsa, sabzi o'zi erkaklab ketadi, keyin tomirlashda boshlaydi. Bu tarafdagi parniklarga boyagi soyalik qilmagan, bu taraf soyalik qilgani uchun qoldirilgan. O'zi davri o'tib, o'zi boshlanyapti. Buni hozir terim qilmasa, keyin barg o'sib ketib, boyagidek tomirlash xavf holati yuzaga keladi. Noyabrga ekilgan bu sabzi. Endi bu sabzini dehqonlarimizga tavsiya qilasizmi? Ha, aytayman-ku, buni endi ochiqqa ham ekamiz-da, nasib qilsa. Ochiq dalaga hozir ekilganmi? Yo'q, ochiq dalaga hozir biz Tangrina ekamiz. Faqat Tangrina ekamiz. Tangrina. Endi xudo xolasa, mana pomidorlar ekib bo'lsa, shuni qolgan joyiga Carolina olib qo'ydim. O'shandan bor Carolina ekaman-da. Sentyabrning boshiga, avgust oxiriga tayyor qiladigan. Bu tonnani zo'r berar ekan-da. Qancha hisobda tonna berdi sizga? 10 sotiqdan deydi qancha? Hozir ochiqda tursa, buni sal ertaroq ko'ladik. Bu tonnani zo'r bosim bersa, bu indamay 10 beradi. Undan ham ziyod beradi. Gektardan 100 tonna demoqchisiz. Gektardan 100 tonna indamay beradi. Mana hurmatli dehqonlar, gektardan 100 tonna. Mana bu oddiy 150 gram chiqadimi mana shu narsada? Bundan katta itda bu taraflari. Tushunyapsizmi? Bundan katta bo'ladi sabzi. Sabzi chiroyli, juda ham chiroyli chiqqan. Men hozir bitta ma'lumot aytib o'taman. Bizlar bu sabzilar o'zi qishga ekishga mo'ljallanmagan. Bizlar dehqonlarimiz tavakkal qilib ekadi. Shunday ekan. Keyin -10 gradus qishimiz bu yil uncha kuchli -10, -15 darajagacha chiqsa agar, bularga isitish tizimi yo'q, dugi ostiga bo'ladi. Endi buni chiqishi 50 ga 50, 100% mana shunaqa bo'ladi deb ayta olmaymiz. Bu tarafini ham aytib qo'ygan yaxshi-da. Yo'q, lekin sizga hozir mana shu sabzimiz -12 ni ko'rganda bu. Ha, to'g'rimi? -12 ni martda 10dami bo'ldi-ku. Ana shunda, u tarafda dugamiz bittasi ochiq qoldi. Ochiq qoldi. Ha, ochiq qoldi, faqat usti yopiq, beri ochiq. Lekin ana shu yergacha bar bildirdi. Bildirdi? Ha, bir 2 metr, 3 metr joyi bildirdi. Qolgan joyi o'shanday bar sovuq kirganda. 2 metr, 3 metr joyi bildirdi. Toza uni emas-ku. Erkaklashga moyillik ko'paygan ekanda. Buni yumshoqligi qanday, ularga nisbatan qattiqligi, yumshoqligi iste'mol qilishga? Iste'mol qilishga zo'r. Endi
menga yoqqan tarafi boyagidek suvga chidamliligi. Qaqshab ketadi-ku, qaqshab ketgandan keyin ham sug'orasiz-ku. Vaqtiga sug'orolmay Ha, qolasiz. vaqtida sug'ora qolasiz, keyin qaqshab ketgandan keyin sug'orasiz, yorilib ketmaydi-da sabzi. Nima deydi? Keyin agar tagida nam bo'lib tursa, bu kattarish tezlashaveradi. Tagiga nam Ha, bo'lib tursa. nami bo'lib tursa, tezlashib ketaverar ekan kattarishi. Tushunyapsizmi? Bu namga moslashgan sabzi o'zi aslida. Men bilishimcha, endi 2 yildan beri, 3 yildan beri ekayotgan bo'lsa, namga moslashgan sabzida. Namini qochirmas kerak ekan iloji boricha. Iloji boricha. Ha, yer qismasa kattarib ketaveradi. Kuni tezlashaverar ekanda. Yerda juyani yumshoqligi. Ha, jo'yani baland qilib olish kerak ekan. Ha, jo'yani baland qilib olish kerak. Jo'yani baland qilib olsa, shunda sifatli chiqaveradi, keyin bemalol kattaradi sabzi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Zaxlatish shart emas, tepasigacha. Bir ikkita joylarni ko'rdik, sabzilarni. Shunaqa holatlarni ko'rdik, jo'yasi past bo'lib qolgan, sabzining ushi to'lmaganda, to'lmagan, qolgan. Yer qisaveradi-ku. Bu kuni kelgan, lekin sabzi o'zi to'lmagan. Shunday bo'ladi. Iloji boricha jo'yan baland olaman-da men. Bu sug'orishi tomchilargacha bo'lganmi yo? Yo'q, bo'lmagan, qarang, birinchi chiqarib olishim oqizib chiqarganman. Yerdan haydaganman. Oddiycha usulda sug'orilgan. Keyin bir kultivasiya qilgandan keyin yaqinda suv bo'lmay qoldi, kapelni tashlab krandan kapelni bilan sug'orib oldim. Endi kultivasiyadan keyin kapelni ariqchiga tashladim. Sug'orib oldim, yaxshi bo'ldi. Keyin suv kelgandan keyin ariqdan quyib yubordim. Ay prominensimiz bor edi, birduga qaqshab turuvdi, prominens yorilib ketdi. Ha, suvni chanqatib suv qo'yganingizda 80% yorilib ketdi. 80%, tiniq 80%. Hali ham turibdi hozir. Lekin bunda yoriq yo'q. Tangerina, Karolina yoriq. Tangerina tonnani kamroq beradi. Karolina tonnani zo'r beradi. Tonnani zo'r beradi. O tosh bosadi. Tosh bosadi. Siz o'zingiz sabzi sotasiz ama bozorga, sabzi sotasiz. Yil 12 oy sabzi bilan shug'ullanasiz. Sabzi bilan shug'ullanaman. Endi men bilganim, Orif, mana bu Qozog'istondan, anudan keladi-ku, Rossiyadan keladi-da, Karolina keladi-da. Men shunga qiziqqanman-da, nima uchun Karolina ekan bu? Tushunyapsizmi? Endi tushunyapman-da, bu tonnani zo'r berar ekan. Tushunyapsizmi? Ertaga sal arzon bo'lsa ham qoplab ketadi. Bolalar aytadi, olib kelayotgan bolalar 100 tonna chiqdi, 110 tonna chiqdi deydi. Men hayron qolaman. Bu Karolina kelardi, keyin yetilib, toza yetilardi, bizlarnikidan ham yetilardi ular. Qip-qizil bo'lib, boshqacha bo'lib keladi. Yaxshi, siz shu 10 tonna hisobidan olgan bo'lsangiz aka, gektardan 100 tonna bo'ladi. Sotig'idan 1 tonna hisobidan olgan bo'ladi. Shunday. Chiqadi, bemalol chiqadi. Buni ektirishi qanaqa bo'lgan? Apparat bilanmi, qo'ldan? Yo'q, qo'lda. Qo'ldan. Endi apparatda baribir xato chiqadi. Qo'lda aniq-da. Qo'lda ektirsa boya tonnani olsa bo'ladi. Lekin apparatda olib bo'lmaydi. Apparatda qiyin masala. Tonnani olish apparatda qiyin. Va xatoli apparat har xil ekanda. Xudo xolasa Karolinani ochiqdalaga ham ekib videosini qo'yishga harakat qilamiz. Endi muhimi bizlar dehqonlarga shuni tavsiya qilamizki, endi ko'proq daromad olish kerak hamma dehqon ham. Endi tonnani qancha ko'p foydalanish kerak yerdan, unumli foydalanish, to'g'ri. Siz bilan mana qisqacha bo'lsa ham fikr almashdik. Xudo xolasa qanaqa savol mulohaza bo'lsa, yana maslahatlashib ish qilaveramiz. Siz bilan Xudo xolasa bir 4-yildan beri birga ishlayapmiz. Shunday. E'tiboringiz uchun rahmat. Agrohouse jamoasi bilan keyingi safargi nimalarimiz, sabzilarimiz Tangerina, Prominence, Karolinaga ochiq dala chiqqandan keyin shunga kelamiz. Shunga Xudo xolasa ko'rishamiz degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat, Zorat aka. Dehqonchilikka baraka bersin. Xudo xolasa yana yangiliklar bilan endi qanaqa oziqlantirishlar ular keyin gaplashib o'tiramiz. Xayr, salomat bo'ling. Maslahatlashamiz.